Qoyil. Mana shu uyda bironta ham oddiy derazani uchratmaysizlar akalar. Hammasi panorama, полноценный oyna qo'yilgan, даже ikkinchi etajlariga ham. 2,5 sotuvli ushbu uchastkamizni ko'rishimiz mumkin, korobka holatda sotuvga qo'yilgan. Manzilimiz Uchqahramon postidan 6 kilometr o'tganda Hojota mahallasi bo'ladi. Hojota mahallasida ham bitta elitniy mahallasi bor, bilsanglar, chiroyli uylar qurilgan. Xullas, mana shu lokatsiyamizdan, mana shu uchastkamiz $110 ming ga sotiladi. Ko'rib turganingizdek, qora suvoqdan chiqarilgan, akva derazalar qo'yib qo'yilgan. Hovliga ikkita mashina sig'adigan joy, burchada letniy kuxnani joyi, sanuzulga ham ega bo'ladi. Binoning tagida bitta podvali ham bor. Endi ichkarini kirib ko'ramiz. Binoga kirib keladigan bo'lsak, mana shunaqa katta hol bilan boshlanadi. Chap qo'lda birinchi xonamiz, har doimgidek kuxna bo'ladi. Yonida bo'lsa bitta umumiy sanuzul, bu yoq tarafda katta yotoqxonasi joylashgan. Orqa hovliga ham kattagina joy tashlangan bo'ladi. Va birinchi etaj o'zida oxirgisi katta zal, mehmonxonani ko'rishimiz mumkin. Ikkinchi etajga keladigan bo'lsak, bu yoqda 4 ta xona joylashgan. Birinchi xonani ko'rishimiz mumkin, bolalar uchun qo'rsilar bo'ladi. Bu yoqdan terrasaga chiqishimiz mumkin. Bitta katta yotoqxonasi, alohida garderob va sanuzul bilan birga va chiqishimiz bilan o'ngga qarab yuradigan bo'lsak, bu yoqda 3-chi yotoqxonamiz, hamma xonaga panorama oynalar qo'yilgan, bitta umumiy sanuzul va 4-chi xonamiz kattaroq razmerda. Bunaqa uchastkamizdan 6 ta qurilgan, qolganlari narxi arzonroq, qiziqadiganlar bo'lsa, pastda egalarining nomeri.